ajab bo'lsin, yonsin, kuysin. Men hozir O'zbekiston bo'yicha eng arzon maishiy texnikalar sotiladigan do'konda o'tiribman. Ha, haqiqatan ko'zlarimga ishonmayapman. Mana shu chinni buyumlar, oilada, ro'zg'orda eng kerakli bo'ladigan konditsionerdan tortib skavorotgacha, qoshiqgacha, piyalagacha, kir mashinagacha, xolodilnikgacha hammasi arzonchi do'konida haqiqatan ham arzon ekan-da. Arzonchida 32 talik televizorimiz 899 mingdan boshlanyapti. Bizda har xil ventilyatorlar bor, ularning eng arzoni 99 mingdan boshlanadi. Sizlar uchun eng mustahkam basseynlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Eng arzoni 199 mingdan boshlanadi. Arzonchida xolodilniklarning narxi eng arzoni 1 million 399 mingdan boshlanadi. Haqiqatan ham muzlab tashlaydi lekin. Men hozir Namangandaman. Namangan shahrining 11-do'konida o'tiribman. Siz ham uyingizda o'tirmasdan atrofingizda arzonchining filiallari ko'p. Boshingiz qotayotgan bo'lsa, shu telefon nomerlariga telefon qiling, adresini yaxshilab tushuntiradi.